Sizning ham sochingiz uzun va qalin bo'lishini xohlaysiz, ammo sizning sochingiz uchlari yorilib siyraklashyaptimi? Unda bu maska aynan siz uchun. Bu maska uchun bizga kerak bo'ladi 1 piyola qatiq va 2 dona tuxum. Bizga tuxum sariqlari kerak. Tuxum sariqlarini olishimiz uchun yoningizda kim bo'lsa boshchasiga bitta tuxumni urib sindirib olasiz va sariqlarni ajratib olamiz. Ikkita tuxumni ham sarig'ini ajratib bo'lganimizdan so'ng ustidan 1 piyola qatiqni solib yaxshilab aralashtiramiz. Aralashmamiz tayyor bo'lgandan so'ng soch bo'yaydigan taroq bilan yaxshilab sochlarimiz ildiziga surtib chiqamiz tuxumli massamizni. Sochlarimiz ildiziga surtib bo'lganimizdan keyin sochlarimiz uchiga albatta surtish esimizdan chiqmasin. Sochlarimiz uchlariga ham yaxshilab surtamiz. Qizlarjonlar, faqat esinglardan chiqmasin. Qatig'imiz xona haroratida bo'lishi shart. Sochlarimiz ildizi va uchlariga yaxshilab surtib bo'lganimizdan so'ng bu massani sochimizda 3-4 soat saqlaymiz va yaxshilab shampunlab yuvib tashlaymiz. Bu maskani haftada 2 marta qiling va rezultatni 1 oyda sezasiz va menga rahmat aytish esingizdan chiqmasin. Ha, aytgancha bu videoni sochi to'kilayotgan, sochini o'stira olmay yurgan dugonangizga tashlab qo'yish esingizdan chiqmasin.